Chiqib shu ikkita muftani yo'q qildim, shunga yarasha like bossalaring-ku mayli. Kechagi videomizda hurmatli santexnikaga qiziqqan, santexnikani yangi boshlayotgan shogirdlarimiz uchun sifatli payka qilish uchun bir layfhack ko'rsatgandik. Ekranni aylantiramiz. Bu juda ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Mana o'zimizni dazmolimiz, ya'ni utyukumizda ham xuddi mana shunday внутренний tarafida sverlo bilan teshib qo'yganmiz. Buni nima foydali tarafi bor desa, hozir kuzatishda davom eting. Payka qilib ko'rsataman. Turbani qanday foydasi borligini ko'rasiz. 20 lik muftamiz, 20 lik turbamiz. Qarang. Kucham shart emas. Mana sekin qo'ydingiz, mana buni qo'ydingiz. Bunda asta o'zini hodiga surib kelasiz. Qarang, teshik ichida, mana o'ng qo'limdagi teshik ichida ko'rinishni boshlaydi o'zi. Ha, ko'rdingizmi? Teshik ichida ko'rinishni boshladi va teshikdan sekin o'tyapti. Demak, bildingizki, mana yana teshik ichidan o'tdi ozgina. Ko'paytirib olmaysiz, shuni qachon qo'ymaysiz mana. Sekin avaylab buni olasiz. Mana qancha payka bo'ldi, chiroyli bo'lib. Mana buni olasizda, lekin bosib qo'yasiz mana. Ko'rdingizmi? O'shanda mana ichki tarafini ko'rsangiz mana. Hech qanday yopilib qolmaydi eshiklar. Qilgan ishingizga ishonarli bo'ladi. Mana bosib qo'yasiz. Mana. Teshik ochiq turibdi, bemalol yopilib qolmaydi. Mana. Mana. Bu tomonni ham bunday qo'yasiz-da. Qilib sekin o'zini hodiga surib kelasiz. Mana teshik ichidan sekin yana ko'rinib o'tishni boshladi, to'g'rimi? Mana o'tdi teshikdan. Mana teshik ichidan sekin o'tdi, uchi ochiq qoldi. Ko'rinib turibdi, bilasizki, demak ko'p eritib olmadim. Deysizda mana. Bunday qilasiz. Qancha eritganingizni ko'ryapsizmi? Ko'p eritib olmagansiz. Bunday qilib bosib qo'yasiz. Mana. Ko'rinyaptimi? Svobodno ochiq turibdi mana teshik ichi. Bemalol ekan. Hech qanday erib bir narsa bo'lib, yo'llarni yopib qo'ymaydi. Endi hozir 25 lik mana. 25 lik mufta bilan 25 lik turbamizni ko'rsataman. Mana sekin qo'ydingiz. Buni ham sekin qo'ydingiz. Mana sekin o'zini hodiga surib kelasiz. Mana qarang, teshik ichidan o'tishni boshladi yana. Ko'rinib o'tishni boshladi. Ko'p sekin shu teshikdan o'tgandan to'xtatasizda. Bu tomonniki endi aniq. Qayerga kelgan? Mana. Mana paykani qarang, qancha joyini payka. Bemalol xohlagan davrangizga javob beradigan darajada payka qilinadi mana. Mana bunday bosib qo'yasiz. Bosib qo'ydingiz, qarang. Qo'yasizmi? Ichi ochiq turibdimi? Hech qanday yopilib qolgan yo'q mana sayda. Bemalol berkilib qolmaydi, suv to'xtab qolmaydi. Mana. Chiqib shu ikkita muftani yo'q qildim, shunga yarasha like bossalaring-ku mayli. Mana. Svobodno. Shu teshik foydasi shu bo'ladi. Bemalol ko'rib, qizlar aytdi, aynan shu teshik bor joyi payka bo'lmay qoladi, suv o'tkazadi deb. Qandaysiga bu teshikka kelguncha erib kelyapti, turbani ustida teshikka kelguncha erib kelyapti. Bu joy qolib ketmaydi erimasdan. Mana shunday bo'ladi. Salomat bo'lasizlar, bittadan like bosib qo'yasizlar. Toshkent bo'ylab tungi aristonlarda, duo kontorlarda remont qilish, tozalash hamda o'rnatib berish xizmatlari kerak bo'lsa, yuqoridagi raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Salomat bo'lasizlar.